Assalamu alaykum aziz yurttaşlar, hörmətli görürmenler. Uyghur Akademisi'nin Akademiya Söhbetleri programısına hoş geldinler. Bugün Qurban Heytinin 3. günü. Bu münasebet bilen bütün Uyghur halkının Qurban Heytini çin yüreğimden tebrikleyme. Bugün yeni bir Uyghur Medeniyeti programı bilen sizlerle yüz görüşüp turupdumuz. Bugün naiti kıymetli bir tadqiqatçı, yaş tadqiqatçımızı huzurunuzga taqdim qilaman. Zülhayat Ötkür. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Ahbiratda, qeyrindaşlar. Heytiniz mübarek olsun. Birgi bolsun. Bu ekranda sizler bilen birgi boğunumdan naiti memnun boldum. Köp rahmet. Siz naiti aldıraş bilime, lekin heyt günlerdimi vaqt ayırıp bizim programı qatnaşqanlığınız için rahmet eytime. Biz yana ötken programlarımızı davamlaştırımız. Uygurlarının maddi medeniyeti bilen münasebetlik bazı malumatlarını beğendik. Maddi medeniyet'nin bir kolu, bir tarmığı, kiyim-keçek. Kiyim-keçek bir milletinin nihayetimi enik bir belgisi de qarsak boludu. Kiyim-keçek hem de addi biz belki soğudun ya ki ısıqdın korunuş için kiyim kiyimiz, lekin bu kiyim-keçekninki tarihi boludu. Bu kiyim-keçekning bir milletninki güzellik göz qarşı, dini etiqadi, onundan keyin dünya körüşü degan o'xshash nurg'un narsalarni öz ichida kapsaydigan, öz ichiga oldiganligini bilamiz. Bugün biz endi yaş tadqiqatçı Zülhayat Ötkür bilen Uyghur kiyim-keçek haqida söhbet edip barımız. Zülhayat Ötkür uzun yıllardan buyan bütün tadqiqat temelerini Uygurlarının medeniyetiga ayırgan, ilham verdiğen Uygur yaşlarına bir ülge tadqiqatçı dep aytishga boludu. Hazırgacha qilgan işleri bek köp. Yani köpümüz yakından tanışımız mümkün. Uyghur medeniyetiyle münasebetlik 50'ye yakın makalesi, 30'a yakın tercüme eseri, onundan keyin 13 parça film işlep bugüngiçe her xil gezi jurnallarda, onundan keyin YouTube'da, Facebook'da taqtip Uyghur medeniyetini hem Uyghur halkıga hem bütün dünya halkıga tanıtış için toxtamay küç çıqargan, töhp qoşqan bir yaş tadqiqatçımız. Bugün endi bizge Uyghur kiyim-keçiginin tarixini ilmi cihetten izahlap, ilmi cihetten bizge tushundirib berdi. Qenamiz söz Zülhayat'ta olsun. Rahmet, mahbiratda da hem Uyghur Akademisi qeyrindaşlar. Maňa şunda bir şereplik fursatni bergininglar üçün naiti hoşal boldum. Yuqorda mahbiratda da dep ötdi. Endi kiyim-keçek degende bu şu leksiya uğurlaştırıp erziydigan bir näsimidu. Bu pakatlı bir latipite kiyim-keçek o dep oylap kaldıganlar mı boluşy mümkin. Menimçe endi gapni müşadan başlasak, biz endi tarixga qaraydigan bolsak, Uyghur milleti tarixta nurgun özümizge täbä bolgan ixtiralarymyzni hem maddi hem gayri maddi medeniyetlerimizni yokutup koygan. Kiyim-keçek jihatdan alsakmı, kiyim-keçekdeki ma'lum bir izchilliklar saqlanıp qalgan bolsunmu, lekin ba'zi izchilliklarimizni yokutup koygan. Muşu xil izchillikdeki yokutuşmu medeniyetdeki bir yokutuşga kirdi. Şuna bunundan keyin ki avlatlarımızga hem halkımızga bizde şu miras qalgan kiyim-keçeklerimizni avlatdan avlatga davamlaştırış, bularni özümüzge täbä ekenligini, özümüzge ait ekenligini biliş hemmimizning Uygurluk burçyga yatıdığan bir mesele. Şuna bu leksiýanyň naiti ähmiýeti çoň dep garaýman. Bu tema naiti çoň bir tema. Men bu kişimning yetişçe özümniň bilgen kögelleri asasyda amal ba köpçülikke bilginimçe bir bilimlerini yetkizişini ümit kılıma.
Köp rahmat. Rahmat. Kiyim-kechak haqida so'zlashga ham bugun Ro'za Hit bo'lg'ashqa biz Ro'za Hitning hurmati, xalqimizning hurmati uchun chiroyli mana Uyg'urcha kiyimlarni kiyib chiqdik. Programmamizmi cho'qim yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Zulhayotningki tadqiqotlarining ko'pinchisi shu Uyg'ur kiyim-kechaklari haqida ekan. Endi bir millatningki madaniyatining har xil tarmoqlarini cho'qim necha yuzlagan tadqiqotchilar tadqiq qilish kerak. Biz bu jihatdan biroz nima qilib qoldik, ojiz qilib qoldik. Lekin sizning uzun yillar burunla Uyg'urlarningki kiyim-kechaklari haqida ayrim bosh kiyim, oyoq kiyim, ayollarning kiyimi, erlarning kiyimi, shu jihatlarda olib borgan tadqiqotlaringiz meni haqiqatan xushal qildi. Bu yerda sizga rahmat aytaman ukam. Baldir boshlabsiz tadqiqotni. Rahmat. Endi tadqiqot deb gap kerakmi, bo'lmaydi. Men o'zim shunda yetarsiz deb o'ylayman. Endi vatanda endi ustozlarimiz bo'lgan, bizga shu Uyg'ur madaniyatining endi ramkasini yaratib bergan ustozlar bo'lgan. Endi bundan keyin u yerda bizning madaniyatimiz, tilimiz to'sqinlikqa uchrab, qirg'inchilikqa uchrash bosqichida turyotdi. Bundan keyin endi u yerda u xil fursatlar bo'lamdi, tadqiqotlar davomlashamdi. O tadqiqotchilarimiz hozir ularning taqdiri hammamizga ma'lum. Undaq bo'lgandan keyin shu vazifa asli chet eldagilarning vazifasiga ustimizga yuklanadigan bir zimmamizga vazifa deb qarashga bo'ladi. Endi chet eldami ozdula tadqiqotlar bo'lib turdi deb o'ylayman. Mening ko'z tushimcha bu chet elda bo'layotgan tadqiqotlarmi, ya'ni shu vatandagi shu ramkaning asosida boshqa qo'shimcha tadqiqotlarni olib beryapmiz. Masalan, endi shu kiyim-kechakningki turkiy xalqlar bilan bo'lgan yiltizini izlash yoki bularningki mitologiyasi, masalan, endi rivoyat, bu haqdagi rivoyat, afsonalarni tadqiqot qiladigan ba'zi kiyim-kechak atalg'ulari, kiyim-kechaklarning etimologiyasini tadqiq qiladigan mushkillar tadqiqotlar bo'lib turyapti. Nurg'ulg'an hunarvanchilik, to'qilma san'ati mushkil sohalardami tadqiqotlar bo'lib turyapti. Lekin yana yetarsiz. Bu tadqiqot bir bo'shliq, endi Uyg'ur madaniyati tadqiqotidagi bir bo'shliq deb qarashga bo'ldi deb qarayman. Endi buni biz texmo endi cho'nqirlagan holda Uyg'ur madaniyat tadqiqotini bo'lsa kiyim-kechak madaniyatshunosligi, kiyim-kechak folklorshunosligi qatorliq sohalar bo'yicha ko'p qirliq, ko'p qatlamliq metodlar bilan olib berishga bo'ldi deb qarayman. Bu murakkab atalg'ularni sal turib oddiylashtirib tushuntirib o'tib ketaman. Konkret misollar bilan, rasmlar bilan texmo aniq bir shaklda tushuntirishga tirishaman. Ma'qul. Undaq bo'lsa sizning materiallaringizni ochib boshlaylik bo'landa. Bo'ldi. Men ekranimni ochay. Bizda endi bu madaniyat tadqiqoti bo'libmi keyingi 10-20 yilning yoki bo'libmi 90dan keyin endi nihoyatda rivojlanishga boshladi. Uyg'urlar o'zininki kimligini, o'zininki tegi-tektini, undan keyin milliy alohidliklarni ilmiy darajada maqolalar bilan maktablarda yoki tadqiq qilib, yezib, kitob yezib shunday qildi. Endi nihoyat yaxshi bir vaziyat borliqqa kelgandi. Hozir vatanda bu vaziyatning qanday bo'layotganligini hammamiz bilamiz. Endi shu chet eldagi tadqiqotchilar yoki yoshlar buni davomlashtirish kerak. Biz endi bu bir boshlang'ich Uyg'ur madaniyatiningki mazmunlari nihoyatda keng endi. Bir tarafdan tutib shuni endi qanday qilib qaysi jihatlarni tadqiq qildik, bugungacha bo'lgan tadqiqot nimalari qayerda, kiyim-kechakniki qaysi saviyada, shuni ko'rsatishga tirishamiz bugun. Ekranda chiqdimi, Mahfirat dada?
Ekranda hazır çıkmadı. Siz uygulama Aş PowerPoint'ni çıqıray degendim. Çıkmayaptı. Ondaq bolsa Manımdan ikkisi içilip qaptı. Endi mana. Oldu mu? Oldu. Çıktı mı endi? Endi ha. Mənim qalay. Biraz çoğ aytdı. Siz sözləyilən məzmunlar ekranı gəldi, yəni? Aha. Buldu. Əmsə müşahidən baş. Mening özümün ekranım barmı ya? O mu yo'q? Ba, ha. O mu бар, ha? Əmsə mən şununğa qaraplam sözləb verey. Ma'qul. Hem de yuqorida mahbiratada sözlep ötdi. Hem de Uyghur kiyim-kechaklarninki yoki bir millatning kiyim-kechagininki shu millatning madaniyatidagi o'rni, muhimligini bir qur sözlep ötdi. Endi meningcha bo'lgandimi, endi buni Uyg'ur madaniyatidan boshlab so'zlab kelsak, hammamizga ma'lum, Uyg'ur madaniyati ko'p manbalik ham ko'p xil diniy e'tiqodlar qatlam qilingan shunda bir murakkab bir madaniyat. Hamda oddiylashtirib aytsak, Uyg'ur madaniyati ko'p xil diniy e'tiqodlarninki, ko'p xil madaniyatlarninki kesishgan bir nuqta. Xuddi to'rt ko'cha eg'iziga o'xshaydi deb shunda o'xshatqim keldi Uyg'ur madaniyatini. Hamda Uyg'ur kiyim-kechaklarimi tabiiy holda shu Uyg'ur madaniyatining mush xil alayliklarni o'zida gavdlandirib kelgan. Endi kiyim-kechak bir millatninki simvoli desakmi ortiq ketmaydi deyman. Masalan, bir millatninki tarix qoldirgan izini izlashdi bo'lsin va yoki shu millatninki boshqa millatlar bilan bo'lgan munosabati yoki tarixdagi ijtimoiy, tarixiy, siyosiy, iqtisodiy aloqalarni kuzatishdiki bir ko'znak deb olsak bo'ladi kiyim-kechakni. Endi Uyg'ur kiyim-kechaklari bo'lsa-mu, Uyg'ur madaniyati bilan nima aloqasi bor deganda, Uyg'ur madaniyatining mahsuli va belgisi deb qarasak bo'ldi. Shu vajidan bayımı deb o'tib ketdik. Bu Uyg'ur kiyim-kechaklarini tadqiq qilish, ham izlanish butkul Uyg'ur madaniyati tadqiqotidagi bir bo'shliq hamda bir bo'lim hamda. Masalan, biz yana qilishga tegishli ishlarmi shu chet elda, masalan, Aleviylarning deb qo'yamiz Turkiyadagi shularning samo usuli bilan bizning vatanimizdagi samo usulininki o'xshashligini tadqiq qilgan tadqiqotchilar bor. Shunga o'xshash kiyim-kechakdami bir yiltizlar bo'lishi mumkin. Shu Turkiyadagi Yörük xalqining kiyim-kechaklarini kuzatdim men. Shularninki shu kiyim nusxalari ham kamar bog'lab pichoq esish odatlari xuddi shu Uyg'ur millatining yasinish odatlariga o'xshaydi ekan. Ammo shu qizil terliklarninki biz bilan nurg'un madaniyat jihatda o'rtoqliklari bor. Shularni tadqiq qilishga bo'ladi degandek hamda nurg'un tadqiqot temalari mavjud. Bu kiyim-kechak tadqiqoti o'z navbatida yana tilshunoslik, dialekt, shivi tadqiqoti, tarix, psixologiya, jamiyatshunoslik hamda nurg'un sohalarga berib chetildi. Hamda mening Shvetsiyada o'qigan kasbim shu kultur antropologiyasi deydi. Buningdagi masalan tadqiqot qiladigan tema, masalan kiyim-kechak bir latipida bo'lgan bilan buningga biz madaniyat qatlami ato qilish orqali moddiy va ma'naviy omillarniki kesish nuqtasida turib kuzatish, mana bu kiyim-kechak madaniyatshunosligi bo'ladi. Endi shu barliq jonsiz narsalarga madaniyat ato qilib turib, madaniyat nuqtai nazaridan kuzatish shu madaniyat insonshunosligi deymiz. Shuning tadqiqot obyekti, tadqiqot usuli bo'ldi. Ham Uyg'ur kiyim-kechak
larnımı elbette şu kiyim-kechek medeniyetshunoslığı bu iş tadqiq qilishga bo'ldi. Hem de folklorşünaslığı degende bunun da mesela kiyim-kechek parhizleri şekillengen, bir medeniyet şekillengenken o kiyim-kecheklerimizin nurgun parhizleri var, renglerge bolgan parhizleri var. Kiyim-kechek yasınış adetlerimiz var. Ama şu adetler asası da yaratılgan kiyim-kechek örüp adetlerimiz var. Muşulamı yuğan bir çoğun bir teminin içi folklorşünaslık kirgizsek, bulanım keyinçirek vaqt yer belse, bulanımı sözlep ötüp gitemiz. Emdi Uygur kiyim-kecheklerinin zade emdi başka milletler bilen nemi farkı ba, başka xil Türkiye milletler bilen, O'rta Asiyadaki xalqlar bilen qandaq alayligi ba degende Uygur kiyim-kechekleri tarixten buyan rangdarlık, birisi rangdarlık, birisi tarihi uzun, hem rayon karakterge ega. Yana birisi köp katlamlık, köp menbelik buluşdak şundaq karakterlarga ega. Hamda men hamda bugünkü leksiyada şu Uygur kiyim-kechekleri hamda gerçi qadimki zamanlarda Uygur dep atalmagan bolsumu, lekin şu zeminlarda Uygurlarning yaşaganlığına ait hazırkı bizning hamda ecdatlarımız buluşqa ait nurgun faktlar bar. Hamda bugün bek hamda tarihi faktlarni bek köp köstüp gitmeymiz, lekin hamda küçümning yetişçe köstürtürçimen şu qadimki zamandan başlap men şu miladiyadan burunqi zamandan başlap ta ki ötken asırning hamda 20-nji asırning 40-njy ýylgacha 1940-njy ýyllargacha bolgan kiyim-kechek izçillygymyzny bir qor düşündirip ötey deymen. Hamda her bir däwirde zada Uygur kiyim-kechek medeniyeti yoki kiyim-kechek alaylygymyz nime bolgan? Bu däwirde nime kiyetdik? Qandaq materiallardan tikilgen yoki toqulgan? Qandaq alaylygy batdy degen nuktalarni çördügen alda bir qor düşündirip ötey. Onundan keyinki däwir, hamda hazırkı zaman däwriga kelgende nurgun Xitayning täsirideymiz, başka ebjeş medeniyetlerinin täsirideymiz, iş qılıp köp ixtira bolmapdyken hamda köz düşümçe 50-nji ýyldan keyin özümizin bilimiz hamda bizning yaşagan coğrafiyavi ve tarihi siyasi ak görünüşümizne ait mürekkep bir jaryanlar beşimizden keçirdik. Şuna bu köp teraqqiyatın bulmapdyken nurgun izçilliklarni şu däwirlerde yokutup goýup dikenmiz. Şuna hamda lekin bizge yetip kelgen bir kısım izçilliklar bar. Şularni jygyp men onu hamda şu doppu deymiz, mesela atlas deymiz, keyin şekillengen yoki hazırgacha hamda dawamlaşdyryp kelgen we yoki ýeňeden koşulgan kiyim-kechek türleri muşularni bir ayrım mezmun kılıp keyindin hamda iki bölek gip bölüp muşundaq söz etsek dep oýuldum köňlümde hamda. Elbette. Uygur halkyna ait kadimi bir millet Uygurlar. Şunun üçün neçe ming ýyllyk bir tarihte yaratgan kiyim-kechek medeniyetini hem de bir programga sığdırış tez. Sizin degininizdek hem de kadimki bir millet boğaçka miladiyetin burunqi däwirlerge ait medeniyet, kiyim-kechek medeniyet alaýytligi bar. Onundan keyinki däwirlerge ait yani her bir devirde, her bir hanlykda Uygurlarynki uçraşgan medeniyetleri, onundan keyin iqtisadi ähwaly olanynki, yani okşumagandan keyin kiyim-kechegidimi bäzi okşumaslıklar oturga çykkan. Lekin bu bir terakki kılıp mangan, yani mükemmelleşip mangan dememen. Çünkü en kadim insanların hele koludu bağ nerseler, imkaniyetle unçuvala köp bolmaganken, lekin şundaqtymı yani Uygurlar bolup Türk halkları teridin, jundun en burun paylangan oladın kiyim-kechek kiyişni bilgen milletler qatarı kirdi. Şunun için bu hakda materialna ait köp dep oýlaýmam men. Toğru dediniz da men
qo'shilma. Mening shu demoqchi bo'lganim shu, bizningki hamda shu tarixda yarqin shunda abidlarni yaratgan bir millat ekanligimizga oldi bilan o'zimiz tanishimiz kerak, o'zimizda bir xil faxrlanish tuyg'usi bo'lishi kerak. Bo'libmi chet elda hamda burun vatanda hamda ko'p fursatlar bo'lmagan ba'zi qarindoshlarimizga bularni bilishga, o'rganishga ham u yerda tarixni rost oshkorlamaydi. Undaq bo'lgandan keyin chet ellarda turli sabablar bilan bevosita bu materiallarga erishishga hamda har xil qiyinchiliklar bo'ldi. Shunga hamda qarindoshlarimga bir o'zim bilganni qulaylik yaratib berish uchun men shu nuqtani bak muhim bildim. Hamda shu hatto sizmi deb o'tdingiz, ana boshqalar texi kiyim-kechakni bir yil ustini yepish, hamda ibtidoiy maktab to'g'ri yepinchi kiyimlar deymiz, hamda yepinchi kiyimlarni kiyib yurganda biz allaqachon shu vaqtlarda hamda to'liqlimi kiyim deymiz. Shu kiyimlarning hojatidan chiqib bir qism masalan kasbiy kiyimlar, yomg'irliq kiyim degandek, yomg'irliq o'tak degandek to'liqlimi kiyimlarga o'tib bo'lib ekanmiz. Shuningdan bizning xalqimizning qanchalik estetik zavqining qanchalik yuqorligini ko'rishga bo'ldi. Yolg'iz irqiy qo'saq to'yg'iz uchun tamoq yegandek ish emasda. Madaniyat saviyasi ko'tardi degan gapda bu. To'g'ri, estetik zavqni muhim o'rin qo'yib ekanmiz. Endi men gapimni shu rasmni chiqarib qo'ydim. Bu qarasak bir balballar endi. Bu balballar bilan bizning kiyim-kechimizning nima aloqasi bor deganda men shundan boshlashni muvofiq ko'rdim. Bu balballar hammamizga ma'lum. Bular bizning vatanimizning bir qism joylarida ham shu Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq O'rta Osiyo davlatlarining chegaralarida shu rayonlarda dalalarda keng uchraydi. Endi Turkiya turklarimi har qanday o'zining bir madaniyatiga oid manba izlashga to'g'ri kelsa, shu balballarni saqit qilmaydi ekan endi. Bu balballar endi qadimiy turklarningki, qadimiy turkiy xalqlarningki bir iznalari deb xalqaro endi shundoq e'tirof qilganda qaraydigan bo'lsak, bu balballarningki belida bundaq kamar bor. Endi xanjar esilgan, qo'lida bir anit qadahi deydi, bir qadah bor. Burutlari bor, soqollari bor. Xuddi bu turkiy xalqlarning kiyinish odatlariga o'xshaydi bularning kiyinishimi. Endi bu men 2018-yili ishlagan bir hujjatli film ekan, CCTV hamda Xitoy televiziyasininki 4 qismliq bir shu balballar nadin kelgan degan bir film ishlabdi bular. Ishlab bu balballar bilan turklarning hech aloqasi yo'q. Bular turk emas. Bu balballarning chiroyi burni shirning burniga o'xshaydi. Yüzü to'rtburchak, enigi shu bir shirga o'xshaydi. Bu shu ko'rinishidan qaraganda bu zaminda shu Herodotni bilisizda, tarixshunos. Shu Herodotning bir kitobida chashsizlar davlati degan bir atalg'uni o'tirib qo'yibdi ekan. Shu chashsizlar davlatidagi kishilarning tasviri, shu portret tasviri shu balballarga o'xshaydi. Dal shuningga bu balballar chashsizlar davlatidagi odamlar, shular o'zlarini ashtaq haykal tiklab shunda xotira qoldirgan. Yana bir qismi hamda 3000 yil burun shu zaminda yashagan saklarning ta'siridan shu saklar yasagan balballar. Shunga bu zaminda turklar hech qachon yashab boqmagan degan shu xulosani chiqaribdi. Shuni ko'rib hamda bu cho'ng bir kulkilik sapsatda shu chog'da men ochig'im kelib bir balballar balbal tiklaganlar kim deb bir yozma yozgandim shu Facebookda. Endi bu o'ydirib chiqargan bir sapsatida tarixdan buyon bu balballarningki endi Tangirtag'ining Altay tog'lari atrofida yashaganligi nima shu yerda mavjud ekanligiga oid nurg'un materiallar bor. Endi bu balballar kim deganda endi ko'kturk ham Uyg'urlarningki bir turk madaniyatidagi javharlari desak bo'ldi. Shu ham bizning islom diniga e'tiqod qilgandan keyin qabri beshiga oyat suralarni o'yib toshga o'yimiz-ku.
Şu adetlerninki hem de huli değişkimi buludu ameliyatda. Nurgun hem de izcillikleri ba Türkiye kabileleri bilen. Mesela şu Orhun abidlerdeki kültekin mengüteşi bilen bilgi qalan mengüteşide balbal degen hat uçuraydı eken. U şu kültekin özünün yazgan şu abidesi de Kırgız qağanıdan keyin men balballarni tikledim. Tanrının iltifatı bilen meni qağan qılıp tayinledi degen şu balbal degen gap bakken şu yerda. Hem bu balballarni şu hem de haqalla ya qağallap özünün öttergen düşmanlarga simol qılıp qançacık düşman öttese şuncha köp balbal tiklep şunda qıptı eken. Lekin ba'zi tadqiqotchilar ama Bartolt deymiz bu şaman dininden qalgan bir adet. Bu u dunyoga borganda hamda qancha köp balbal tiklese şu balballar xizmatida buldu deb munda qaraydi eken. Lekin hamda qandaqlı bolsa hamda mushu balballar bilan Türkiye qabilaleriniki naiti zich münasebeti bar deb qaraydi hamda. Bu mushu kiyim kechak yasinish adeti mushu balballarda turgan şu holat. Şu millatda bo'g'ashqa uni yasaydi da o'zi shuning tasavvurida shu narsa mavjud bo'ladi. Shunga bu agar mushu kiyim kechak madaniyatlarimizni o'zimiz bilmasak, o'zimizni qo'g'diyamizsak, mushu millat turkumiga oid narsa deyamizsak, asalla boshqalar uni tatib oldigan, sapsatlarni o'ydirib chiqaradigan ishlar mavjud bo'lib qoldi ekan. Şu elbette hamda tarix kişiliklerinin acizlarının dümbüsüge yazgan kitabı dep bir söz okugan burun. Doğru. Kişilikler şu koluda boğallar hamda başkalarının tarixini xalagancha burmulalaydı ki. Bununla takabül duruşun birden bir yolu özümüzni hakikaten düşünüş. Bütün medeniyetimizin her xil sahalarını, her xil tarmaklarını aldı bilen özümüz düşünüp, özümüz qoğdap, ügünüp, onundan keyin şu düşmanın göz qarashlarına takabül turarlıqda derecede, seviyede ilmi cihetten olar reddiye bereleşemdi. Şundaq boğa vaqtida biz özümüzün medeniyetimizni qoğdap qalalaymiz. Mence emdi siz abiyam dep ötüp kettiniz. Aldı bilen özümüzün medeniyetimizni qitiqinip ögünüşümüz her cihetten bütün baylıqlarını qezip çıkışımız gerek. Doğru. Hem keyinki evlatlarga yetkizüş. Doğru. Onun gibi balballar hakkında hakikaten Türkler yaşayan yerlerde mevcut bu balballar. Ta Balkanlarca bağlanken ben 2 yıl burun Balkan'a bardım. Makedonya'da bir yerde, bir kavrda bir küçük bir kavr varken o kavrda Müslümanlar kelip ibadet ederken Hristiyanların bir azizninki yeri de qarayken ama eşen aynı etip bir yerde bir bulunda bir balbal görüp kaldım ben. Onun resmini çektim. Ben hayran kaldım. Sordum bu kayadan gelgensem hiç kim uqmaydı ki kaçan bir yerge kimnin kömülgenligini ve kim tarafından bu balbalının koyulganlığını bilmeydik hem de. Şunu okşaydı abim siz kösetken balballara kiçik aşı nurgun cihetlerden yana tadqiq qilishga to'g'ri. Boshqa millatlarda mu baki mening bilishimcha mu hamda mayilga turk balballari yana hamda asosan mushu shaklda bo'ldi ekanda boshqa xilliq shaklda gul tutib turgan yoki boshqa balballar mu uchraydi lekin ham turk balballari asosan mushu xil shaklda bo'ldi ekanda keyingi leksiyaning keyingi qismida yana mushu xil yasinish odati uchraydi shunga diqqat qilib boqaylik. Endi leksiyarimizga endi rasmiy kirishni boshlasak, men endi shu qadimgi yodgorliklarda Uyg'ur kiyim-kechaklari deb tema qo'ydim. Bu endi qadimgi zamon deganimizda milodiyadan burungi davrga oidni bir sortga ayirdim. Milodiyadan keyingi davrga tava deb qaragan ba'zi yodgorliklar bor. Ularni ayirdim. Endi mening qo'llanganim bugun shu madaniy yodgorliklar bilan yozma yodgorliklar yana o'xshamaydi.
Hamda bir medeniyetke hüküm kılış, baha beriş üçün birisi arxeologiyalik tepindiler hamda qezilmalar. Muşu asaslık orunu egerleydi. Kol bile kögili, tutqili, köz bile kögili bolduğan. Yani birisi yazma materyallar, yadigarlıklar. Ondan başka hamda antropologlarınki bahaları, ulamo bir muhim hamda orunu teşkil tapıdı. Bu mezmunlarni men hamda özüm kögen resimler, kolum bilan tutgan, közüm bilan kögen işençlik manbalardan erişip tirişdim. Hem tor yüzüde Uygurlarning deplan bir doppula uçup yürüydü, kiyim kechekler dep, Uygurning kiyimi dep. Lekin ba'zilari hamda Uygurning emas, O'rta Osiyo xalqining yoki o'shanga o'xshaydigan afg'onlarning ya shuningga hamda o'zim ishonchlik deb qaragan men ba'zi muzeylardan ko'pincha materiallarim shu Shvetsiya etnografiya muzeyining ruxsatini olgan. Shu muzeydagi ham arxiv idorasidagi hem Germaniyadagi muzeyda saqlanayotgan bir qism materiallar hem Angliya nima Ulug' Britaniyadamdi. Britaniya muzeyi hem yana bir necha shaxsiy muzeylar bor. Shu muzeylarda Uyg'urlarga oid yodigarliklar bor. Shulardan hamda qarindoshlarimiz chet elda turayotgan qarindoshlarimiz bakrak qiziqishi mumkin. Hamda vatandagi materiallarni hozir elish mumkinchiligimiz bo'lmadi. Ham shu rasmlarga, faktlarga asosan boshqa nazariyalarimizni hamda o'tirib qo'ymoqchi. Yeni resim almıştır. Resim göründü mü? Göründü, göründü mü? Göründü. Hem de miladiyadan ilgirki davrlarda hem de bizgacha yetib kelgan yodigarliklarni ancha ko'p emas, hem de bak uzun bir tarix bo'lgandikin bu rasmga qaraydigan bo'lsak, bu dunyo bo'yicha eng qadimgi ishton deb baho berilgan bir ishton. Bu ishton bizning vatanimizning Turpanda tepilgan. 2014-yili mushu yaqinda Germaniya tadqiqotchisi Wagner bu ishtonninki Hunlarga ait bir ishton ekanligini ilmiy maqolasi bilan isbotlab dunyoni zilzilaga keltirdi demdik. Shunga nurg'un tadqiqotchilar mushu ishtonni o'zining madaniyatga oid tadqiqotlarga kirgizib, misol qilib shundoq tadqiqotlarni ko'rdim. Mushu bizga eng yaqin bo'lgani Turkiyada Mustafa Aqsoy deb bir tadqiqotchi bor. Shu kishi mushu ishtonninki shu qirsoq nusxasi bor, ko'ch nusxasi deydi-ki. Undaq shu nusxani u nusxa hammamizga tanishliq deyman. Gilamlarimiz bor, binokarlik bor, to'g'ri kigiz shirdaxada bor. Binokarlik peshayvonlarda, uy va bo'yla aramlarimizda degandek hamiyat uchraydi. Shu O'rta Osiyodan davlatlarni tekshirib o'zi berib birma-bir shu Anatoliyaga bo'lgan arliqlardagi shu nusxani tadqiq qilib bu odam shu kitob yozib chiqibdi. Shu kitob shu odamniki shu ishtondagi shu nusxani tadqiq qilib chiqibdi. Bu ishton ikki nusxa bor. Birisi Koç beshi deb, Koçningki beshi qo'shqarninki mungizda, qo'shqarninki nusxasi. Yana birisi ostidagi shu kichik bular suvni ifodalaydi ekan-ku, qadimgi Hunlarda ve Türklerde, Uygurlarda suni qo'g'lishib yashagan millat qo'y bizning ota-bobamiz. To'g'ri. Suyu bol yerga borgan. Shu suv nusxasi ekan-ku u. Shuning uchun buni hamda %100 shu bizning ajdodimizning deb qarashga bo'ladi. To'g'ri. Turklarmi shu bizning shu ajdodlarimiz deb shu zeminlarga hamda nima qildi ekan, hamda ishini ekan. Bu ishdan hamda qarasak 3 parcha raqni kesmaylam, 3 parcha raqdan butun chiqqan 3 parcha raqni ulab tikkan ashundaq ishdan ekan. Buning yil tarixi milodiyadan burungi 3-asrlarga tava bo'lgan deb hukm chiqaribdi. Hamda bu ishdan albatta hamda kim otni baldir ko'ndagan bo'lsa, shu
şu millet muşunun igisi buldu dep Wagner hem de şundaq xulas çıqırıpdı. Hammamizga ma'lum hem de Türkiye, qadimki Türkler otni eng burun köndegen dünyada şundaq milletler hem de teriden eng burun kiyim-kechek hem ötüklerini keşif qilgan. Bu vaqtlarda dexe şu Rimda, Yunanda iştan kiyishni cheklab ular iştan kiyishni yovvoyilik berberlar deb mau iştan kiyganlarni Türklarni berberlar deb ularni zanglik qilib o'zlari cheklab etibdi. Keyin andan iştan kiyishni o'ginib bekrak hamdi taraqqiy qildirib qabul qilibdi. Şuna endi bunun miladiye 400. yıllardan başlap endin iştan kiyiş umumlaşıp şu qalgan nimelerge Rim İran İran arqılıq O'rta Asiyadan İran'a tarqılıb İrandan endi Rim, Yunan başqa g'arb davlatlarga tarqılıb diken. Şu qadimqi Türkçedimi iştanni deb atap diken. Türk Tilla Divanı'da iştanga ait bir neçe söz var ki ümdün başka yani otran, iç ton deb. Şu vatanda yana bir tadqiqotchimizningki ishton degan so'zning kelib chiqishi deb bir maqolalar tarqalib ketdi shu to'rladimi ba shuningdimi shu ich ton degandan o'zgargan bu shu ruschaga kirib 300 dak so'z kirib ekan shu vaqtda Chag'atay xonligi davrida shu 300 so'zning ichida ba keyin anandan keyin o'ktabir inqilobdan keyin yana bizga qaytib kelgan bu so'z amaliyotda bu ruschadan kirgan so'z emas shu ishkop ishton degan so'zlar hammasi aslan qadimqi turkchada bor bir so'z deb shunda qaraydi ekan. Shuni qaraganda endi bu Xitoylarningki buni bizning deydigan hech qanday bir yo'li yo'q, yo'chiq yo'q deb qarasak bo'ldi. Endi milodiyadan burunqi yodigarliklarda yana Paziriq qabristonligi ne bilimiz hem Issiqko'l atrofidagi mushuningdan tepilgan yodigarliklarga oid muhim tadqiqot qimmatiga ega. Bu qabrdan tepilgan yodigarliklarni mushu saklaga oid deb qaraydi ekan tadqiqotchilar. Bu qabrdan asosan altın adamni ko'pincha qarindoshlarimiz biladi balkim. Altın adamningki bir shahzod ekan bu keyin asli keltirilgan rasmi. Qarasak buningdagi hunar shu zibu zinnatlar odamning ahlini lol qiladi demdik. Shunchalik hamda ularning ishlanishiga odamning shunchalik ahli hayron qoldim. Shu zamonlarda shunchalik texnikalarni qo'llanib aql parasitiga qayil bo'lmay turamaydi odamlar. Buningda bu rasmni ko'rib turibdimiz. O'tik bu bir qo'nchilik mundaq qisqaroq o'tikkan. Bu o'tik jung o'tik, lekin buningda nurg'un materiallar bor ekan. Buning ichida toshlar bor. Diqqat qilgan bo'lsak, toshning taraflarda majallar bor, ko'zlar bor. Shunchalik hamda mundaq kashtilik oltin halbagan jiplar bilan kalotullar bilan hatto naqsh qilib tikkan. Endi bu saklanımı endi masalan biz Uyg'ur kiyim-kechakları deganda yolg'iz Uyg'ur Uyg'urlarning tarixidan izlasak bo'lmaydi deb qarayman. Uyg'urlarning madaniyatini izlagan vaqtimizda cho'qim boshqa millat tarkiblarini qo'shishimiz kerak, nazardan saqit qilmasligimiz kerak. Masalan, tarixda biz bilan madaniyat izchilligi bor millat tarkiblaridan yuqorida deb o'tganimdek saklar, so'g'dilar, Hunlar, Telelar, Changlar, Dinglanglar, Qo'ja Uyg'urlari, Qaraxoniylar Uyg'urlari mushularningki ta'siri munoyitdi kuchli bo'lgan ekan. Bizning madaniyatimiz ko'p manbalik dedik. Shundaq boshqa millatlarning boshqa millat tarkiblarining ta'siriga kuchli uchirgan bir millat. Bizning vatanimizda shu G'unzak, To'qqizaq degan yerlar bor. Bularni surishtirsak bak cho'ng temi kengayib ketadi. Shu rayonlarda endi saklarning yashaganligiga oid nurg'un xatirlar bo'lgan ekan.
Şu rayondaki siz bay sanıgan o Hanlıklar döneminin asas terkimi yani şu Uygurlar, yani Uygurlarning ata-boboları hem de to'g'ri amaliyotda shu vaqtida hoş shu medeniyetler to'g'ri hozirgi hamda shu Qashqa Uyg'urlarimizning qo'l hunarvanchilikda danqi bor endi. Qo'l hunarvanchilik usti bo'lishmi shu saqlarning ko'diqqani ko'rib turibdimiz. Bularning yolg'iz bir dehqonchilik bilan shug'ullanib qolganlar xalq emas, balki qo'l hunarvanchiligining nihoyatda taraqqiy qilganligini ko'rib olishga bo'ladi. Onun ki şu ötüklerdekilik nuskhalarmı yani aşı kadimki Türklerge ait, Uygurlarga ait nuskhalar o'xshaydi. Sunu ifadeleydi ki bu ötüklerge men qarab bakkandım burun su dolqunlarını aks ettirdi ki. Bu mu yani? Bir izchillik bor-da, bizning şu Türkistan'daki, O'rta Asiyadaki qadimki ishlangan nuskhalar deb hukm chiqarganki. Hammamizga bir o'rtaq bo'lgan izchilliklarni ko'rib olg'il bo'ldi ekan. Endi mau Xitoylar bo'lsa, biz u vaqtlarda biz deb qo'yay, endi ajdodlarimiz endi shu o'tib kiyib yurgan vaqtlarda bularni bilmaydi ekan. Keyin endi majburiy shu okeanusda bor ekan, Sixay deb qo'yamiz. Milodiyadan keyin anandan bularga xur deydi-ku Uyg'urlarni endi. Shu g'uzlardan endi at minishni, askarlarga boshda o'tik kiyishni o'rgatib, ular uchun endi o'tik burun bir rivoyatdek bir shundoq bir xiyol qildi ekan. Ama shu dunyoning boshqa yerdan tepilgan endi yodikorliklarga qarasaqmi, hech qanday yerda bunda teridan yasagan o'tiklarni ko'ngil uchratqili bo'lmaydi. Faqatla O'rta Osiyodan tepilgan yodikorliklarning ichida teri o'tik bor. Qolgan yerlarda yog'och, kandir talalardan, jungdan to'qilgan shunaqa o'tiklarni, cho'riqlarni uchratqili bo'ldi ekan. Mushu oltin kiyimlik shahzoda deb o'tib ketdik. Mushu shahzodaning kiyimi bizga balballarning oldingi davrdagi, oldingi rasmdagi balballarning kiyinish odatini eslatadi. Buning bu belida kamar bor. Kamarda mundaq taqqilar bor ekan, hayvonlarning nuskhalari tushirilgan. Shu vaqtdagi totem, hayvon totemining iznalari ta'siridan deb tushunsak bo'ladi. Hem bir xanjar bor. Diqqat qilsak bir xanjar esib olgan. Bu xil odat kiyimmi yana davomlashadi. Bo'ki, bu oltin shahzodaninki shu kula shaklik bo'ki bor ekan, ushtuq bo'k. Bu Turkiya xalqlarining ham keyingi davrlardagi kiyinish aloyidligiga nihoyatda yaqin bir shakl. Bu internette biraz çatak var mı konu? Hakikaten yaxshi tushundingiz, Zulhayat? Zulhayat? Özlep kaldı. Zulhayat'ın internet ketip kaldı mı? Qanaq bo'ldi? Zulhayat'ni biraz saqlaymiz. Hakikaten qadimdan başladı Zulhayat. Bu kiyim-kechak medeniyeti Zulhayat'ın degindek nurgun medeniyetlerninki jug'urlashib, bir yerga kelib, onundan keyin xalq tarafidan qabul qilinishi, xalqning urf-odatiga, xalqninki boya deb o'tib ketgandek go'zallik ko'z qarashlariga uygun taraflarni elib mukammallashtirishi bilan bütünlüğü nihoyatda shu xalqqa moslashib ketgan, shu xalqninki nurg'un madaniyat aloyidliklarini mujassam qilgan bir shaklga kelgan. Har davrda bo'lib iqtisodiy jihatdan kuchlangan davrlarda bu kiyim-kechak nihoyatda yuqori seviyada taraqqiy qilgan ve bayi degandek Hun davrida Jungdan, ondan keyin Bo'zdan, Bo'z deb qo'yamiz biz endi. Böyle qadimgi Uyg'ur
vesiqalarda mı var mı böz degen, böz tokup kiyim kiyiş, yani kiyim üçün böz tokuş deydigan boz dep koymuş, boz. Şulardan iliq iş kiyim kiygen, kiyim üçün kendir terigan, kendir yetiştirgenligi bilen münasebetlik bazı deliller var. Hunlardan kalan, Hun devrinden kalan nurgun arkeologiyalik qazılmalardan çıkan yoki tarixiy materiallarda Hunlarga münasebetlik bulunmuş kiyim-kechak medeniyeti bilen münasebetlik nurgun ma'lumotlar bor. Ondan keyin terining ishlanışı, terininki jungning ishlanışı, bularning hammasi bir millatninki naiti burulla ama şu kiyim-kechak jihatdan naiti taraqqiyotganligini ko'rsatdi. Endi kiyim-kechak eng dastlabda insonlarning ehtiyoji, sovuqdan saqlanish, issiqdan saqlanish uchun kiygan bo'lsa, naiti tezla Hunlardan e'tiboran, Türklardan e'tiboran Zulhayat qaytib keldingizmi? Onlardan itibaren medeniyet seviyesi kötürülgen. Zülhayat? 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 Qaytib qoldi ya. Endi içildi. Ne kettiniz? Endi içildi ma top üzüp qaptı internetden qayta ulap ansa men davamlaştıraverey vaqtincha Xudayli bu şu Kiroranda tepilgan yadigarlıkların içinde bir iştan turdu qap. Bu iştan Turpandan tepilgan iştandan yıl tarihi biraz endi keyinrek tepilganki, lekin yipekten tikilgan iştanki. Bu endi çıkıvattamdı. Yana üzülüp kaldım. Bu endi şu Darya Vadisi'deki yumlaq Qum Darya Vadisi'deki depne buyumlarının içinden çıkan endi cesetlerinin kiyim-kechigide bularning yıl tarihi miladiye 330 yıllarga to'g'ri keldi deb hukm qilingan ekan. Endi mush Kiroranning tepilgan yadigarlıklarning 3800 yıl bo'lgan deb Xitoy shundaq degan. Amaliyotda bu 6000 yillar tarihi bor deydi, lekin endi men uningga bir manba topolmadim. Şu 3800 deb ama başqa chet ellik tadqiqotchilar buni 3800 deb apti endi. Şu başqa xatirlardami, tarixiy materiallardami bizningki ajdodlarimizning miladiya 2-asrlardan boshlab jung, yipak, o'simlik talalardan kiyimlarni kiyishga boshlaganligini ait xatirlar bor. Endi paxta keyinroq shakllanib ekan. Buningdan shu vaqtdagi chorvachilik, dehqonchilik, to'qimchilik, bo'yoqchilik, qo'l hunarmandchilikning taraqqiy qilganligini ko'rilishga bo'ldi. Bu rasmda qaraydigan bo'lsak, bir ton bor. Ton. Bu ton o'ng tarafdan tugmilindigan er bilan ayollarning o'xshashgan to'q vaqtida. Bu bir chavandozning toni deb o'sha Shvetsiya etnografiya muzeyida bor. Shunda xotirlanibdi. Şu arxeolog Folke Berrymanning so'zchimi bu tonni bilan endi Xitoylarga oid deydiganga hech qanday bir faktni topolmaganligini, agar o'xshash to'g'ri kelsa bu tonni 10-asrdagi islom dini qabul qilgandan keyin shu chaqda kiygan insonlarning shu chaqdagi toniga bakrak o'xshaydiganligini ko'rsatdi. Ondan qasam şu çağlarda bu keyin kiygan kiyimlerimizningki dastlabki nusxalari shakllanib bo'lgan endi. To'g'ri, keyin asosi shu asosdan taraqqiy qilgan deyishkim bo'ladi. Yana birsi bu rasmda qur deydi ekan, endi belvoq. Inchkirak endi mushu Vivi Silvaning kitoblarida mushu bo'qish, sho'yna degan gaplar bak ko'p uchraydi. Ayni vaqtda
er ayollar şundaq terden tikilgan tizığa keldigan ton kiygan toq. Bunun uzunluğu dikkat qılaylı. Şu tonning özgirish shakliga men bek dikkat qildim. Şu tizığa bu vaqtida kirorandiki hamda şu davrdagi tonlar tizığa kelatgan toq. Onundan keyingi davrlarda masalan Budda diniga e'tiqod qilgan vaqtdagi tonlar qarsak, onun uzunluğida ro'shan farqlar bor. Buni keyin ko'rsatdim rasmda. Uzardimi, qisqardimi? Shunga diqqat qiladigan bir nuqtalar. Bu belbog'larning ikki uchiga po'pik tutib qo'ygan ekan endi. Bu go'zallik uchun endi estetik. Buningdan estetikka qarshini xalqimizning estetik qarshini ko'rib olg'ili bo'ldi. Andın ayollarning tonininki erlarning toniga qaraganda kengroq bo'lganligini bu muhim nuqta ekan. Bu xil ton u vaqtida Yevropada faqat bola emitadigan ayollar kiyadi ekan. Bizning vatanimizdagi u shu rayondagi er ayol farqi yo'q holatda kiydi ekan. Bu tonlarninki hamda nurg'un chumballar chiqqan u qavrdan hamda to'qilma buyumlar bor. Men faqat kiyim kechaklarni so'zlayapman. Mushu to'qilish san'ati hamda mushu tadqiqotchilarni bek hayron qoldiribdi ekan. Bu xil to'qilish san'ati qarsak shunchalik siliq deydi. Bu yilqi to'gi jungi yoki boshqa hayvonlarning jungidan to'qilgan, egirilgan u xil junglarga o'xshamaydi deydi. Bu xil junglar faqat qo'y tivitidan to'qilgan ekan. Bu qo'y tivitini tekshirish orqali bu xil qo'yninki Kavkaz irqiga tava qo'ylar ekanligini isbotlab chiqibdi. Shunga qarab endi mushu rayonda mushu jung ishlab chiqarish jungchilikning taraqqiy qilganligini, bu rayondagi xalqlar o'zining ehtiyojini qamdagandan boshqa yana boshqa atrofdagi qo'shni davlatlarga jung eksport qilib iqtisodni taraqqiy qildirgan shu Xitoylardagi shu rayonlardagi junglarni mushadan eksport qilinib kelgan deydigan qarashlar bor ekan. Bu Hunların tatip jung rahlerini ve jungni aşı Xitoy devletlerine Hunlar eksport qiladi ekan. Onun bilan munosabatli ma'lumotlar bor. Haqiqatan jungdan tikilgan narsalar, onundan keyin kendir bilan munosabatli ba'zi narsalarninki aşı Türklerden, Xitoylar, Hunlardan Xitoylarga bağlılık munosabatli ma'lumotlar bor. To'g'ri deysiz. To'g'ri. Hamda bosh kiyimlar munoyati muhim salmoqni egallaydi. Hamda o'zgacha shu keyingi tarim mami istaymiz, bu tarim odami deymiz. Shularda bo'lsin, mumiyalari. Shu kigiz bo'klar bo'lsin va yoki keyin chaqiliqdagi Miran qabristonligidan tepilgan bo'klar bo'lsin. Hem bök deyman bu nima? Kigiz bök. Muşularning hammasi demiştik hayvanlarning, qushlarning peyi qistirılgan. Yani qush peyini qistirish odati deb bir maqol yozgandim. Bu bizningki shu xalqimizningki ajdodlarning hayvonlarga cho'qinish, qushlarga cho'qinish totemidan kelgan bir aqidalarining namoyandalari ekan. Qarsak bu kigiz bökninki hammasida iç başlık, taş başlık bor ekan. Bu teshida bu kigiz turdi, lekin buning ichida kichik bir başlık bor ekan. Qumlarning kirib ketmasligi uchun ashtaq ikki xil mushning ichidan yana birsi bor. Haqiqatan chiroyli başlıqlar ekan. Güzel, nayt mazmut hem bulaylıqı qo'g'dashdan boshqa hamda cho'chilari bor ekan. Qarsak hayvon bulg'un terisi bor, uzun paylar, zinnat buyumlari qatorida go'zallik qarashini ko'rib olg'il bo'ldi. Shu vengriyalik arxeolog Aurel Stein namimiz bilamiz. Shu Aurel Stein Seven Hiddenlarning tadqiqotida qaragandimi, ayni vaqtida shu Xotan chaqiliq rayonlarda mushxil kigiz to'qish texnikasi mavjud ekan. Shunga hamda buni boshqa millatlar bizning davolamig'idek hamda po'latdagi paktlab bizning do'ppilarimiz hamda selishtirsak hozir eng dastlabda nimadan ko'rdik? Saklarning beshikki bo'kini ko'rdik.
keyin miladiyadan keyinki böklarni gördük. Hemmisi kula şekillik hazırca. Lekin bizning bugungi kunda kiyayotgan do'ppilarimiz ko'pinchisi gumbaz şekillik. Bu endi shu diniy e'tiqodlarga berib taqishidi. Endi buning yiltizi islom dinini qabul qilgandan keyin islom dinining gumbaz şekillik alaydigini endi islom dinida ko'pincha narsa gumbaz şekillik bo'ldi. Binokorlik ve turmuşumuzdaki her türlü halklarda şu gümbez şekli o'rin olgan bo'ldi. Shu xil tadrijiy taraqqiyot. E'tiqod muhim, e'tiqodning kiyim kechaklarimizdagi ta'sirini e'tiqodning ta'siri. To'g'ri, men boya deb o'tdim, qatlamliq deb, ko'p qatlamliq deganimiz dal shu. Endi Şu Emin Tursun Efendi'nin bir kitabı var, Qadimki Uyghur Medeniyeti deb. Şu kitapdamı dinlinglar haqida yazganda, bular endi Uyg'urlarning qadimki ajdodlaridan biri, şu dinlinglarmi beshiga lachinning qanitini qistirib oladi. Bular o'qni oldiga qanda assa keynigim shunda atadi deb, endi Uyg'urlar deganga izoh etganda shunda yozgan ekan. Endi şu bizning milliy terkiplerimizni izlesek, bu kuşpeyni taqash adeti pek yatmı bilinmeydi. Endi qadim bir adetkende bu, ha? To'g'ri, şu totem e'tiqodidan kelgan desek bo'g'dak. Endi miladiyadan keyingi davrlarda yana o'tik kelsak, oyoq kiyimlari, o'tik, cho'ruq deymiz. Bu rasmdagi oyoqlarni sizlar to'g'rilarda ko'rgan oyoqlar bo'lishi mumkin. Nayetli moda oyoq deb buni hamma yerda tarqalib yurdi. Shuning asli holati shu etnografiya muzeyida bor. Bu teri o'tik, bu mikrorandan keltirilgan. Sol tarafdagisi buning yil tarixini 3000 yil debdi. O'ng tarafdagisi tarim adamininki putidagi o'tik. Bu deyme bu. Bu yalgan junglar. Jung bu yaş texnikasının özümü bir yuqori derecedeki bir hüner deb qarsak bo'ldi. Elbette. Bu vaqtida endi qabirdagi ayollarning oyoqlari o'xshash bo'ladi ekan. O'ng peyi bilan sol peyi o'xshash bo'ladi ekan. Keyingi yaqinqi zamonda kelganda endi erlarning o'ng peyi bilan sol peyi o'xshaydi ekan, lekin ayollarningki o'xshamaydi ekan, farqlanadigan. Shundoq tadrijiy taraqqiy qilib ketdi ekan. Bu vaqtda qabrlardan tepilgan oyoqlar hammasi o'xshash kala terisidan cham qo'yilib, sipta ashlangan terilar bilan tikilgan ekan. Ham metal jingnilar bilan tikilganligini bayon qildi o'sha Vivi Silvanning kitobida bor. Teri işletmeki taraqqi qilib qaysi darajaga kelganligini mi ko'rsatdi bu? To'g'ri. Bu vaqtda dunyoda texema bu Nil daryosi bo'yidagi, Xuanxe daryosi bo'yidagi, hamda bu millatlar Xuanxedagi degani shu o'tir tuzlanlik ham Xitoylandagini. Bu vaqtida bular texi bundaq teridan o'tik kiyib baxmaydi. Faqat O'rta Osiyo rayonida o'tik kiyadi deb ham tadqiqotchilarning ko'rsatgan faktlar bor. Popmau Aurel Stein Qadimki Xotan deb kitobi bor. Yana bir Serindiya deb bir kitobi bor. Endi Serindiya degani Umi Xotan Seris davlati degani hamda Yipak davlati degan. Shu vaqtida 1907-yili bizning vatanimizga Xotan Niya Dandan o'ylik xarobalariga bordi. Shu ekspeditsiya safarlarda Angliyaga bir jup cho'ruq og'ash kelibdi ekan. Bu cho'ruq kandirdan tikilgan ekan. Shu tigidagi hamda topini qumliqda mengishgan mos kelgan shunda bir cho'ruq ekan. Buning yil davri milodiya 3-6-asrlarga to'g'ri kelgan. Men buning rasmini bir ko'rsatay. Hozir Angliyada saqlanyapti shu cho'ruq. Kandirda to'qilgan. Tozim ko'rinyapti da. Shu Niya xarobasidan nurg'un to'qilma buyumlarni billa olib kelgan. Shu Budda diniga oid nurg'un haykallar, nimalar,
ilki yağaş resim oymaları degendek. Bu vaqtda kiyim-kechek ancha köp emasken Aurel Stein'ning ekegen materiallarda. Mana bu resmi Aurel Stein'ninki. Şu bizning ekspeditsiya etirti bilen. Ekspeditsiya to'g'ri, ma bu kishilarni shu butlarni yunib xuddi bulangchilardek ashlarni yulib olib ketib bordi endi. Bu kishilarni jinoyatchilar debdi. Endi men nadagi jinoyatchi uni tafsiliy yozmabdi, toz bilamadim. Ma rasmda tarixdan aytdi, muhim rol o'ynagan ikki kishining rasmini chiqarib qo'ydim, Islom Axun deb. U shu dunyoga dangliq kishilarni aldab yog'andan vasiqalarni yasab Mush Aurel Stein öz tatqa resimke bu. Öz ispatlap şu kişinin aldamçılığını ma Lego qatarlıqlarınki bular endi şu turpan qatarlıq jaylardan nurgun materiallarni ekegen bularning bir qismi Germaniyada, Angliyada saqlanayotidy. O zamanlar nurgun atletler bağanken. To'g'ri, 4 qitim safar qildik bu Germaniya ekspeditsiya attirdi. 4 qitim safar qilganmiz vatanga. Endi vaqt yetişemi, vaqt yetişe endi texi biraz nimqilayli, biraz qisqartibchu hali. Shunaqa qilsangiz. Bo'ldi. Buguncha hamsam shu hozir endi ma Türk tillar divanida kiyim-kechakka oid qandaq endi bularning ismini hammani deb bo'lishga ulgurmaymiz. Endi biz uchun yangilik bo'lgan bir qism bugungi kiyim-kechak madaniyatimizga ta'sir bo'lgan bir necha nuqtalar bor. Shularni so'zlasam, uning orqasidan endi Budda madaniyatiga oid kiyim-kechak madaniyatimiz botdi. Endi eng taraqqiy qilgan madaniyatimiz kiyim-kechak davri shu Budda vaqtidagi Budda diniga ishongan Buddizm vaqtidagi davri bilan shu Qaraxoniylar davrida endi yuksak Uyg'ur davri bilan Qaraxoniylar davri. Xo'ja Uyg'ur xalqi bir vaqtida mavjud bo'lib turgan u eng yuksak darajada taraqqiy qilib ekan. Uningdan keyin endi necha asr to'xtab qolgan desakmi bo'ldi ekan. Uningdan keyin endi bu o'rta asrda tasavvufning ta'siri bilan har xil kulajendilar sahnaga chiqib ko'p ixtiro bo'lmabdi ekan. Uningdan keyin yaqinqi zamon. Bugun hozir shu Türk tillar divanini so'zlab etsak bo'ladimi? Uning ma'qul bo'ladi bo'lsa. Yoki mishada to'xtatib qilsak bo'ladimi? Siz Türk tillar divanidagi istatistikani berdingiz. Türk tillar divanida tilga ilingan bugungacha shu ism bilan atalgan qaysi kiyimlarimiz bor? Shuni bir qisqacha deyapmiz uka. Bo'ldi. Shu kiyim-kechakka oid endi ishdan chapanning o'zila 71 yerda tilga ilindi ekan, izohlandi ekan. Bosh kiyim 18 yerda, oyoq kiyim 13 yerda, zibizinnat, chosh osqu, raq, kiyim-kechak, ish tartiblari degandek turlarga ayirib qo'ydim. Endi buning ichida eng ko'p takrorlangani shu ishdan chapan. Endi bizning shu Budda diniga oid davrlar yashagan xonliqlarningki tam rasmlari bor. Ulardan endi arxeologiyalik tepilmalarni topqili bo'ladi. Lekin islom dinida u kepallab meyitni kepallab dafn qilgan bo'lgankin unda ham dafn buyumlari bo'lmaydi-da. Shunga bu davrdagi bizga yetib kelgan faktlarni aytdi. Az desakmi bo'ldi. Faqat birdan-bir shu Türk tillar divani, Qutatqi birikdimi ba'zi beyitlarda ancha ko'p emas endi azroq uchurlar bor ekan. Shu Sultan Sutuq Bug'raxon degan kitobdimi endi bir tasvirlar bor kiyimlarning. Go'zal tasvirlar. Shularni endi asos qilib kelyotdi. Ma Türk tillar divanida endi 1000 yil burunqi endi kiyim-kechak madaniyatimizning javhari deb qaraymiz. Bu vaqtda men yuqorida deb o'tdim, odatga yepinchi kiyimdan eshinib, bulayliqi qo'shimcha kiyim mavjud bo'lib turgan shu vaqtlarda masalan ish kiyim, tosh kiyim, bosh kiyim, oyoq kiyim, kasblarga qarab, endi shu martabasiga qarab, ijtimoiy o'rniga qarab ayirish nihoyatda ro'shan bo'lib turgan.
Endi bu Uyg'urlar bilan nima asosimiz bor, Uyg'urlarning deydigan nima asosimiz bor deydigan savollar tug'ilib qolishi mumkin. Endi bu Mahmud Qoshig'ariy bu izohat berganda agar bizning bo'lsa Turkiya xalqlariga oid bo'lsa uni hech nima deb izohlamagan ekan. Agar Xitoylarning kelgan bo'lsa uni Chin tavri debchi, masalan zarbab deb bir xil gullik tavo bor ekan, uni Chindan kelgan yoki Hindistondan kelgan daka deb mundaq izohlab qo'ygan ekan. Shu endi shu zaminda endi shu kandir, paxta, har xil ziroatlarning terilganligiga oid nur tarixiy faktlar bor. Undaq bo'lgankin bu o'simlik ziroatlari bor yerda albatta bu kiyimlarning bo'lishi bak bir endi xiyoliy ishmi emas deyishga bo'ladi. Endi ham materialni shu zamin Xotan, Qashqar, Kucha taraflarning jug'rafiyalik alaylik asosan uni shu zamindan chiqqan hayron qolarlik emas endi. Kiyimlarning endi ismini hammani aytishga vaqtimiz yetmaydi. Masalan endi bir necha misollar olib qo'yaylik endi. Bu yuqorida deb o'tdim, ilqi kishilarningki masalan xizmatchining kiyimi bilan o'rda amaldorning kiyimi, o'rdadagi xizmatkor bilan o'rdadagi amaldorning kiyimi nihoyatda farqlandi ekan bu vaqtida. Ba'zi endi filmlarda, adabiy asarlarda hammasiga qora qo'yib, salla yo'gab qo'ydigan bir ahvollarni ko'ramiz. Bundaq endi tarixiy chinlikqa amal qilmagan bo'lib qolamiz. Shunga shundaq faktlarga diqqat qilishimiz, askarlarning kiyimlari qanday bo'lg'iydi, normal fuqarolarning, avam xalqning qanday deb shularni izlanish uchun shu divanga murojaat qilishimizga to'g'ri keldi. Endi shu er ayol jins ayrimisi nihoyatda aniq ayrilgan ekan bu davr endi Qaraxoniylar davlati qurilgan vaqtlarda. Shu erlarninki bunda bir ish kiyimi borki, asmama jilitga debdi uni Uyg'urchasida. Shuni endi erlarning ismi ayrim, ayollarning ayrim ekan. Endi hozir hammani qora qo'yib jilitga deveramiz. U vaqtida erlarninkini ishmak deydi ekan, ayollarninkini ariq deb ataydi ekan. Endi u vaqtida dezmal tilga ilingan yana Turk tillar divanida bilimiz. Üstü deb. Üstü. Bu işte handuva şekillik kiyimlerinin çatlarını tüzleydiğen deb. Şunundan hem qanchalik madaniyatligimizni ko'rilishga bo'ldi. Yana birsi shu saqal duruq deb, masalan, böklarning boy kigiz böklarni ko'rdik. Shuning shu kuchini saqal duruq deydi. Hozir endi uning ismi yo'qolib ketdi hozir. Demek müşta bağlaydıgan doppularını kiygengende, saqalını bağlagan. Karoran ko'rdik. Uningdan keyin taraqqiy qilib şunun qaraganda shu saqal duruq deb shuningdan ko'rdik bu quchini. Shularning hammasining ismi borkan tuqqan qalpoqlarning tushib ketmasligi uchun. Endi hatto o'tuklarning oldig'ida tumshuqqa ko'z qo'yib tikidi. Shu ko'zlarni tizildiruq deydi ekan to'q. Endi hozir ular nihoyatda nafis bir texnik. Hozir u ishlam yo'qolib ketdi, u ismi yo'qolib ketdi. Hatta endi shu yomg'irliq chapanning ismi bor ekan, yalma deb. Buning necha xil turlari bor ekan. Endi shu yana birsi askarlarning kiyimi endi Qaraxoniylar sulolasi vaqtida bilimiz endi harbiy nihoyatda taraqqiy qilgan askarlarning kiyim-kechaklari, savutlar, filmlardan ko'ramiz. Hammasining ismi bor ekan. Shu dubulg'alarimi, hatto qo'sh ichida birsi, teshida birsi. Buni endi buddizmga oid ming uy rasmlarini ko'rganda bu xil alaylikni yana ko'ramiz. Men shunga pek hayron qoldim. Turk tillar divanida izohlangan ba'zi kiyim-kechak oid atalg'ular keyingi buddizm davrida sal turib ko'rsatma, shu davrdami mavjud narsalar ekan. Ham shuni shu Qaraxoniylar sulosida shuni izohlagan ekan. Endi bir vaqtning o'zida mavjud bo'lib turg'ashqa endi buddizm davridagi kiyim-kechaklarni tugatib o'tamiz yoki keyinga olib qo'ysak, u endi cho'ngroq bir
tema resimlerimi köp onu. Onu ayrım bir program kılaylı kalsınız. Hazırgıca hem de kadimden başlap Divan-ı Lügat-ı Türkçe ekeldik. Hakikaten hem Divan-ı Lügat-ı Türk'te işbek kolyağılık işletkenliği bile münasebetlik malumatlar mı var? Hem de bu münasebetlik medeniyetninki derecesini gösterişi noktasından ait mühim. Erlerninki işbek yağlık işletkenliği bile münasebetlik malumatlar mı var? Onun için dezmal o çağda üstü dep elingan dezmal işletişi. Onun için siz degen okşaş kiyim keçeklerinki isimleri hakikaten kadimden tatip siz düşendigen bütün o tepilmalarının, qezilmalarınki asassız emesligini köstüdü bu. Türk Dili Divanı hem de biz üçün ait çoğun bir kamus. Bizim medeniyetimiz, bizimki tarihimiz, tilimiz hakkındaki ait mühim bir eser. Kim keçek iqtisadi cihetten güçlengenlikinin alameti. Abiyam davatsızlığı. Hazır biz onda kimlen, kimeyimiz dep hem de iqtisadi cihetteki keyinki vaqtlarda veyran bolup ketken iqtisadimiz bilen nurgun halkımız hem de umumiyizlik o tür neslerini kiyemigen boluş mümkün. Doğru. Sanğı etibar berip süpet ki dikkat qilmay hem de tez işlep çıqırış üçün oborot buluş üçün andaq japalık texnikalarni taşlap etken boluşu mümkün hem de addiylaştırıp. Şundaq bulup 17. əsrdən keyin hem de Uygurlarning beşiği kemigen gün qamidi bu cihette iqtisadımızdan ait veyran bolup ketdi. Fakat qosaq toyguluş ve uçumuzni istiş 3 yıllı belki kiyimden giydi. Onundaki naitlik arılışıp ketdi. Keyinki medeniyetlerin tesiri bilen. Hem de sizce yığıncaqlığa vaxtıda muşu kadimden tatip hazırgıcı boğan ahvalda Uygur kiyim keçekleri, kiyim keçigi medeniyet hakkında hem de nemi dep qaraysiz? Deydiğen ahırkı sözünüz nemi? Hem de program yana kılaylı. Tügümey kaldı hem de görünmez. Elbette ben başta dep ketgende bu neçe ming yıllık medeniyetini bir saat sığdırış mümkün. Şu bunu hem de bolsa men bay tilga ötüp ketken şu devirler boyunca bir qor nazarimizni agdırsak hem de nazar salsak özligiden oturga çıqat de xulasılar. Şundaq bolsa men bir qor hem de küz düşümçe hem de yığınca qılsam boldu ama şularni ködük yuqurdan başlap. Bazı kiyasınış adetlerimiz hatta özgermeptiken aşu kemer bağlaş, pichaq esiş degendek. Ötük giyiş, ötük boğan erismenlik, ama örümüç yaşqa boğan iştiyaq şu vaqtlarda mı hem de çeçini erle ayalla hemiz uzun qoyatdiken keyin İslam diniga kirgenden keyin özgürüşler boldu. Andan örü bökki boğan varıslık. Bunu men maxsus tushundirib o'taman endi. Mushundaq endi bir qism madaniyatlarimiz hozir saqlanib qolgan bo'lsin, bir qism kiyim-kechak odatlarimiz, kiyim kechaklarimizdagi izchillikni yo'qotib qo'ydik. Bu ham afsuslanadigan bir ish. Endi chet eldagi Uyg'urlar endi shu avlodlarimizning, ajdodlarimizning bizga qoldirib qo'yganini bo'lsin, shuni isimleri bilen to'liq ögünüp, mau bizga ait näsken to'q bizning ajdodlarimiz qo'llanibdika deyalaydigan bo'lsak, hech bo'lmasa deymamdi. To'g'ri, to'g'ri. Shuning uchun tirishib aytibsiz. Cho'qim shundoq bo'ladi. Ajdodlarimiz biladi, yezilganlarni, so'zlanganlarni, onundan keyin hozir yana xalqimiz yana o'ziniki kiyim-kechaklarni so'yib doppimizni kiyimiz, kiyim keçeklerimizi, atlaslarimizni kiyimiz hem de burunqlardaki naiti kat o çıraylık kiyimlerimizi kiyemsek mi hem de hazır. Yani kolumuzdan kelişçe yani bu millet özünki medeniyetin egi çıkıvatıdı. Egi çıkıdı ve egi çıkıvatıdı, egi çıkıdı. Kelgesi mu egi çıkıdı. Bence yok olup ketmeydi. Çünkü asasına ait yıldızı bek çoğunkur oğaşka bir medeniyetini yok kılış asan olmaydı ki. Naiti tuprağı sağlam dep koyumuz mu? To'g'ri, to'g'ri. U yolg'iz bir latfitli emas, amaliyotda u bir medeniyet deb qarasak. Albatta, endi u bir medeniyet, kiyim-kechak medeniyeti deb atalgan moddiy medeniyetning bir türi.
Türkler cümlede Uygurlar nait uzun devirlerden jirak kadimki devirlerden tatip koy, kala, öşke, hatta az nimeme eğikning terisi mi baki? Eğikning terisi mi baki? Muş kandak materyallarını kullanıp nimelerini tikdelik, teri nerselerini tarakka kıldı dedik o. Eğik terilerini, onunki tülkünün terilerini Sonra bir kısım yava işlep, onu reh halde ekilerligen, ama tikeleydiğen bir nes kılış asan emes de hem de. Hem kostunumu kiygen boluş mümkün, onun dinkin onu eylep, neyim kılış, şu aş bir reh halde ekilerligen de hem de buna ait çoğun bir medeniyetinki belgisi, medeniyetin belgisi. To'g'ri, men bu bay resimlarni ko'rib, balkim qarindoshlarım menga o'xshash hissiyotda bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu ajdodlarimizning aql parosatiga opirin o'qidim shularni ko'rib. Endi o'zimdan o'zim faxrlandim. Endi bu kiyim-kechaklarimiz mangu bizning g'ururimiz, bizning simvolimiz. Shunday qara. Undaq bo'lsa, programmamizni mishada oxirlashtiramdik. Bo'ldi menga. Rahmat, menga bugun fursat berib, azir ko'ptir bilganlarimni qarindoshlarim bilan o'rtoqlashdim. Kamchiliklar bo'lsa, yetarsizliklar bo'lsa, tuzitib berasizlar. Hammalarning yo'l boshlashiga ehtiyojliq. Siz bilan yana program qilamiz xudoyim bo'lsa, endi 9-asrgacha keldik, 10-asrgacha keldik. Ondan keyingisini yana davomlashtiramiz. Bugün Zülhayat bilen naitdi yaxshi bir program bo'ldi deb qarayman. Hit kunida sizlar bilan o'tirib ajdodimizningki kiyim-kechak madaniyatini bizga nimalarni miros qoldirib ketganligini so'zlashdik. Hakikaten hit bayramlarımızda bizden en köp kiyim-kechaklarımizga diqqat qiladigan kunlar bu. Chiroyli kiyimlarimizni kiyib. Endi hozir bir qismlari texnik kiyimiga ham aylanib ketdi amaliyotda endi. Endi o'yliq sharoit bo'lmagan ekan, uning ustiga hozir tez yashayotdi xalqlarning vaqti bek qiz. Endi hayotni beknim teslishib ketdi-ku. Endi undan keyin şart sharoit biraz nem bo'lib qoldi. Mesela bizninki dehallarımız texçili, özünü potu bağlap, ak köynüğünü kiyip, doplarını kiyip, kızlarımız, ayallarımız yanı şu kiyimlerini kiyip, jüret de yezladı. Bunu uqattık. Lekin hem bunu bütünley hazır vatanda hem de biraz tez onu körvatımız hem de bütünley küçük ballarımız Xitaycha kiyimlerini kiygizip şuna qılatıdı hem de özünü medeniyetlik deb qaragan bir millet bir başka milletin medeniyetini yok qilmasligi kerakdi. Bunda tajovuz qilmasligi kerakdi. Hamda bu ishlar bo'lyotdi. Lekin abiyam deb o'tib ketganimdek, hamda biz unutturmaymiz o'zimizningki kiyim-kechak madaniyatimizni, hit bayramlarda bo'lsin, yani qo'limizdan kelishicha şu medeniyetin bir parçasını, bir izini, bir belgesini özümüzün üstümüzde namoyon qilish qitirishimiz. Bugun ait yaxshi bir program bo'ldi. Men rahmat aytman sizga. Amsi tekrar Qurban hitinglarni tabriklayman. Endi bek hit bayramlar bizga bek xo'shallik etganmaydi. Endi ko'nglimiz biraz yerim, ko'nglimiz biraz sunuq. Shundaq bo'lsa, endi ming yillardan buyon xalqimizningki an'anasi bo'lib ketgan diniy bayramimiz. Bu dini bayramımızda qilgan ibadetlerimizi Xudoyim qabul qila, bizning arzu armanlarimizga yetishimizga Xudoyim ish qilib, dualarımızın qabul bo'lishiga bizga endi nazar selib Uyg'urlarningki tezroq vatanimizda Xudoyim bo'lsa yaxshi bayramlarimizni hammamiz birlikda xo'shal-xuram o'tkazishimizga nasib qila.